Ko'taradi. Yo'q, ukam, mana shu ish qilmasa bo'lmaydi. O'zbekistonda hali bunaqasi bo'lmagan. Baribir mana shu test qilamiz. Aka, mashina $10,000 haqida ketyapti. U ham mayli mashina. Aka, farami $2,000 chiqqanman. 1,5 tonna. Stollaringiz ko'taradimi o'zi? Lur fabrikasidagi ishlab chiqarilayotgan stol-stullarning sifatini men bilaman. Sifatiga 100% javob beraman. Baribir mashinani chiqarmasa bo'lmaydi ustiga. Xo'p aka, sizni eshitdim. Mashinani qanaqa qilib endi stullaringiz ustiga chiqaramiz? Baribir chiqaramiz shuni. Okay, hayda yuring. Aka, o'zi mana bu narsalarni yaxshilab boylangan, tushib ketib qolmaydimi? Ukam, endi sen qochib tur endi. Eng qiziq joyi endi boshlanadi hozir. Ko'ramiz, qani. Aka, gap yo'q, gapingizga javob berdingiz. Stol mashinani ko'tardi. Bu metalldan yig'ilmaganligini qanaqa qilib ko'rayotgan odamlarga isbotlab bera olamiz? Ukam, men sen shunaqa deyishingni biluvdim. Aka, keling, men qarashni o'ra qolay. Nash narsa mashinani ko'tardi. Men ichida temir konstruksiya bo'lsa kerak deb o'yladim. Karkaslarni temirdan yasab qo'yganlar deb o'yladim. Atak bitta ichiga baho berasiz. Fabrikamizda ishlab chiqarilayotgan stullarning sifatini ko'rdinglar, og'irlik ko'tarishini ham, ichini ham. Endi stol-stullarni kimga zakaz qilishni o'zingizlar bilasizlar. Shuncha mehnatga bitta like bosib qo'yinglar.